Agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa yoki o'zingiz nogironlik guruhiga ega bo'lsangiz, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki DTTB million so'mdan 6 million so'mgacha oshirilayotgan yordam. Imtiyoz va kompensatsiyalar masalasi ko'pchilik o'ylagandan ancha jiddiyroq. Bu faqat bir kishining nafaqasi haqida emas. Bu butun oilaning daromadi, davolanishi, reabilitatsiyasi, ishga joylashishi va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishi bilan bog'liq masala. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaryapti, kimlar bundan foyda ko'radi, kimlar esa adashib qolmasligi kerak. Qaysi hujjatlarni tayyorlash lozim va eng muhimi, qayerga murojaat qilish kerak. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning haqini o'z vaqtida olishiga yordam beradi. Avval nogironlik bilan bog'liq yordamlar haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha faqat bitta narsani tasavvur qilardi. Pensiya yoki nafaqa. Ya'ni birinchi guruh, ikkinchi guruh, uchinchi guruh nogironligi bor. Demak, davlatdan ma'lum miqdorda oylik to'lov oladi deb o'ylashardi. Lekin amalda tizim bundan ancha keng. Nogironlik bo'lgan shaxsga nafaqa yoki pensiyadan tashqari dori-darmon, protez ortopediya buyumlari, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmalari, parvarish bo'yicha yordam, ishga joylashishda imtiyoz, uy-joy sharoitini yaxshilashda ustuvorlik, soliq va kommunal to'lovlarda yengilliklar kabi bir qancha mexanizmlar taalluqli bo'lishi mumkin. Oldingi tartibda ayrim yo'nalishlarda kompensatsiya, yordam yoki hisob-kitob limitlari 1 million so'm atrofida bo'lgan. Endi bu miqdor 6 million so'mgacha oshirilishi avvalo real hayotdagi xarajatlar oshib ketganini tan olish degani. Masalan, nogironligi bo'lgan inson uchun oddiy aravacha, eshitish moslamasi, maxsus oyoq kiyim, protez, reabilitatsiya kursi yoki uy sharoitida parvarish xizmati bir necha yil oldinga qaraganda ancha qimmatlashgan. Shuning uchun davlat yordam miqdorini eski narxlarga bog'lab qo'yib tura olmaydi. Lekin men shu joyda juda muhim narsani aytib o'taman. 6 million so'm degani hamma nogironligi bo'lgan fuqaroga har oy 6 million so'm nafaqa beriladi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda noto'g'ri tushunadi. Bu raqam ayrim turdagi yordamlar, kompensatsiyalar, xizmatlar yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash paketlari doirasida qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun har bir odam o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Sizga oylik pensiya tegishlimi, nafaqami, qo'shimcha yordammi, reabilitatsiya vositasimi yoki boshqa turdagi ijtimoiy xizmatmi? Endi kimlar bu o'zgarishdan ko'proq manfaatdor bo'lishi mumkinligini tushuntiraman. Birinchi navbatda, doimiy davolanishga muhtoj, harakatlanish cheklangan, o'zi parvarish qila olmaydigan yoki mehnat faoliyatida jiddiy cheklov bor insonlar diqqatli bo'lishi kerak. Chunki bunday holatlarda xarajat faqat pensiya bilan yopilmaydi. Dori alohida, tibbiy tekshiruv alohida, transport alohida, parvarish alohida, reabilitatsiya alohida. Masalan, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 12 yoshli ota insultdan keyin bir tomoni falaj bo'lib qolgan. Unga nogironlik guruhi belgilangan. Avval oilasi faqat pensiya kelishini kutgan. Lekin ular nogironlik aravachasi, maxsus kravat, reabilitatsiya mashqlari, uyga patronaj xizmati bo'yicha ham murojaat qilish mumkinligini bilmagan. Agar yordam limiti 1 million so'm bo'lgan bo'lsa, ayrim sifatli vositalarni olishda bu yetmasligi mumkin edi. 6 million so'mgacha oshirilishi esa oila uchun arzonroq emas, balki mosroq va sifatliroq vositani tanlash imkonini beradi. Bu yerda farq 21 million so'm bo'lib ko'rinsa ham, amalda bu odamning har kuni yotib qolmasligi, yaralar paydo bo'lmasligi, harakatini qisman tiklashi, oilasiga ortiqcha yuk bo'lmasligi uchun katta yordam. Ikkinchi misol. Farg'onada 8 yoshli eshitishda nuqsoni bor bola bor deylik. Uning ota-onasi eshitish apparati kerakligini biladi, lekin bozordagi sifatli apparatlar qimmat. Arzon apparat esa tovushni buzib beradi. Bola nutqini to'g'ri eshitmaydi. Maktabda qiynaladi, tengdoshlari bilan muloqotda ortda qoladi. Bu yerda davlat kompensatsiyasi yoki reabilitatsiya vositasi bo'yicha ajratiladigan miqdorning oshishi bolaga to'g'ri moslamani olish imkonini beradi. Natija faqat bitta buyum bilan cheklanmaydi. Bola yaxshi eshitsa, yaxshi gapiradi, yaxshi o'qiydi. Keyinchalik kasb o'rganish imkoniyati ortadi. Uchinchi misol. Samarqandda yashovchi 35 yoshli ayol ikkinchi guruh nogironligiga ega. Lekin ishlashga qobiliyati qisman saqlangan. U tikuvchilikni biladi. Oldingi tizimda ko'p odamlar nogironligi bor odam ishlasa, nafaqasidan ayrilib qoladi deb qo'rqardi. Aslida hamma holatda bunday emas. Nogironlik guruhi
pensiya turi, mehnat shartnomasi va daromad manbasi alohida ko'rib chiqiladi. Islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri ham nogironligi bo'lgan insonni faqat yordam oluvchi sifati emas, jamiyatda faol ishtirok etuvchi inson sifatida qo'llab-quvvatlashdir. Agar unga mos ish joyi, moslashtirilgan sharoit, kasbga qayta o'qitish, subsidiya yoki texnik vosita berilsa, u oilasiga daromad keltirishi mumkin. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi oilada 2 nafar nogironligi bo'lgan farzand bor. Otasi mavsumiy ishda ishlaydi. Onasi bolalarni parvarish qiladi. Bunday oilalarda muammo faqat pul yetishmasligida emas. Muammo hujjatlarning to'g'ri yuritilmasligi, tibbiy xulosaning vaqtida yangilanmasligi, mahalladagi ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmaganlik, maktab yoki poliklinika bilan bog'lanish sustligida ham bo'ladi. Agar oila faqat bizga pul bering desa, ayrim imkoniyatlarni boy beradi. Lekin ular kompleks yondashsa, ya'ni nafaqa, parvarish yordami, reabilitatsiya vositasi, bolalar uchun ta'limda mos sharoit, dori-darmon bo'yicha imtiyoz, transport yoki sanatoriy yo'llanmasi masalalarini birma-bir ko'tarsa, yordam hajmi ancha kengayadi. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar sizda nogironlik muddati tugab borayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz eski bo'lsa, tibbiy xulosangiz real holatingizni aks ettirmasa, oilaviy daromadingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki avval ariza topshirib rad javobi olgan bo'lsangiz, albatta qayta tekshiring. Chunki tartiblar o'zgarganda eski rad javobi doimiy rad degani emas. Ba'zan odamlar bir marta sizga tegmaydi degan gapni eshitadi-da 3 yil yuradi. Bu katta xato. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, nogironlik guruhi muddatsiz belgilangan bo'lsa, pensiya yoki nafaqa o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, qo'shimcha ehtiyojlar bo'lmasa, siz shunchaki tizimdagi yangiliklarni kuzatib boring. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z huquqlaringizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki odam ko'pincha o'ziga tegishli yordamni bilmagani uchun olmaydi. Endi istisnolar. Nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, nogironlik guruhi bilan yordam turi bir xil narsa emas. Masalan, birinchi guruh nogironligi bor 2 kishining ehtiyoji bir xil bo'lmasligi mumkin. Biri yotib qolgan doimiy parvarishga muhtoj. Ikkinchisi ko'zi ojiz, lekin mustaqil harakatlanadi va ishlaydi. Ikkalasiga bir xil raqam bilan qarash noto'g'ri. Shuning uchun ijtimoiy xizmatlar individual baholashga o'tishi juda muhim. Ikkinchi nozik jihat daromad mezoni, ayrim yordamlar oilaning daromadiga qarab belgilanadi. Bu yerda odamlar 2 xil xato qiladi. Birinchisi, rasmiy daromadini yashirishga urinadi. Bu keyinchalik yordamni qaytarishga, jarima yoki rad javobiga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, aksincha, oiladagi haqiqiy xarajatlarni tushuntirib bera olmaydi. Masalan, oilaning rasmiy daromadi 1 million so'm bo'lishi mumkin. Lekin ularning har oy dori-darmonga 57 million, transportga 500 ming, parvarish vositalariga 700 ming sarflanishi mumkin. Bunday holatda arizada xarajatlarni hujjat bilan ko'rsatish juda muhim. Uchinchi nozik jihat, nogironlikni belgilash tibbiy xulosa asosida amalga oshiriladi. Lekin ijtimoiy yordam faqat tashxisga emas, hayotdagi cheklovga ham bog'liq bo'lishi kerak. Masalan, 2 odamda bir xil kasallik bo'lishi mumkin, lekin biri mustaqil yura oladi, ikkinchisi yura olmaydi. Shuning uchun tibbiy komissiyaga borganda faqat kasallik nomini aytish yetarli emas. Siz kundalik hayotdagi cheklovlarni aniq tushuntirishingiz kerak. Zinadan chiqa olasizmi? Hojatxonaga mustaqil borasizmi? Ovqat tayyorlay olasizmi? Ishga borishingiz mumkinmi? Jamoat transportidan foydalana olasizmi? Doimiy kuzatuv kerakmi? 4-nozik jihat muddatlar. Nogironlik muddati, hujjat topshirish muddati, qayta ko'rik muddati, apellyatsiya muddati bo'ladi. Odamlar ko'pincha keyinroq boraman deb vaqtni o'tkazib yuboradi. Natijada to'lov uzilib qoladi yoki yordam kechikadi. Agar nogironlik muddati tugashga 2-3 oy qolgan bo'lsa, men hujjatlarni oldindan tayyorlashni maslahat beraman. Ayniqsa qishloq joylarda tuman markaziga borish, poliklinikadan yo'llanma olish, tahlil topshirish, shifokor xulosasini yig'ish vaqt oladi. 5-nozik jihat. 6 million so'mga oshirilgan limit yoki yordam avtomatik tarzda hammaning kartasiga tushmaydi. Buni yana bir bor ta'kidlayman. Ayrim to'lovlar avtomatik qayta hisoblanishi mumkin, lekin ayrimlar uchun ariza, xulosa, ehtiyojni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar odam murojaat qilmasa, tizim uning uyida qanday muammo borligini har doim ham bilmaydi. 6-nozik jihat vosita sifati. Masalan, aravacha yoki eshitish moslamasi berilsa,
Uni shunchaki berildi deb qabul qilish kerak emas. Bu insonning bo'yi, vazni, kasallik turi, uy sharoiti ishlatish maqsadiga mos bo'lishi kerak. Noto'g'ri aravacha belni og'ritadi, yiqilish xavfini oshiradi. Odamni yanada qaram qilib qo'yadi. Noto'g'ri protez terini shikastlaydi. Noto'g'ri eshitish moslamasi bosh og'rig'i va nutq rivojlanishida muammo keltiradi. Shuning uchun siz menga eng arzoni emas, tibbiy xulosaga mosini bering deb talab qilishga haqlisiz. 7-nozik jihat parvarish qilayotgan oila a'zolarining huquqi. Ko'pincha ona turmush o'rtog'i yoki farzand nogironligi bo'lgan insonni yillar davomida parvarish qiladi. Lekin o'zining mehnat staji, ijtimoiy himoyasiz ruhiy holati haqida o'ylamaydi. Islohotlar faqat nogironligi bo'lgan shaxsning o'ziga emas, uni parvarish qilayotgan oilaga ham yengillik berishi kerak. Shuning uchun mahalla va ijtimoiy xodim bilan gaplashganda bizga faqat nafaqa kerak demang. Parvarish bo'yicha qanday yordamlar bor? Uyga kelib xizmat ko'rsatish mumkinmi? Psixologik yordam, kunduzgi markaz. Reabilitatsiya kursi bormi deb so'rang. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, tibbiy kartadan ko'chirma, shifokor xulosalari, analizlar, MRT yoki rentgen natijalari, doimiy dori-darmon ro'yxati, agar bo'lsa operatsiya yoki shifoxona epikrizi, bank karta ma'lumotlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tayyor turishi kerak. Ikkinchi qadam, oilaviy holat va daromadga oid hujjatlarni tayyorlang. Oilada kimlar yashaydi, kim ishlaydi, kim ishsiz, kim o'qiydi, kim parvarish bilan band, daromad qancha, xarajat qancha. Agar har oy dori sotib olsangiz, cheklarni tashlab yubormang. Agar pullik reabilitatsiya olgan bo'lsangiz, shartnoma yoki kvitansiyani saqlang. Agar transportga ko'p pul ketayotgan bo'lsa, buni ham arizada tushuntiring. Uchinchi qadam, poliklinikaga boring. Oilaviy shifokor yoki tegishli mutaxassisdan hozirgi holatingiz bo'yicha aniq xulosa oling. Bemor nogiron degan umumiy gap yetmaydi. Xulosada funksional cheklovlar ko'rsatilishi kerak. Yurish cheklangan, eshitish darajasi pasaygan, ko'rish darajasi, o'zini o'zi parvarish qilish imkoniyati, mehnat qobiliyati, reabilitatsiya vositasiga ehtiyoj. 4-qadam, mahallaga ijtimoiy xodim yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. U yerda sizdan ehtiyojingizni baholashlari, qaysi yordam turlari borligini tushuntirishlari, ariza shaklini berishlari kerak. Agar siz menga nima tegadi deb umumiy so'rasangiz, javob ham umumiy bo'ladi. Shuning uchun aniq so'rang. Menga reabilitatsiya vositasi kerak. Menga parvarish yordami kerak. Farzandimga eshitish moslamasi kerak. Uy sharoitida xizmat kerak. Sanatoriy yo'lamasi ishga joylashishda mos ish o'rni kerak. 5-qadam. Arizani yozma topshiring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada ism, familiya, yashash manzili, telefon raqami, nogironlik guruhi, muammo mazmuni, so'ralayotgan yordam turi va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini yozing. Arizani topshirganingizdan keyin ro'yxatga olingan raqamini so'rang yoki elektron tizim orqali yuborsangiz, tasdiqni saqlab qo'ying. 6-qadam, rad javobi olsangiz, sababini yozma oling. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki javob huquqiy javob emas. Rad etish sababi aniq yozilishi kerak. Hujjat yetishmayaptimi? Daromad mezonidan oshib ketganmi? Tibbiy xulosa yetarli emasmi? Yordam turi boshqa tartibda beriladimi? Sababni bilsangiz muammoni tuzatasiz. Sababni bilmasangiz yillar davomida sarson bo'lasiz. 7-qadam, appelyatsiya va yuqori tashkilotlarga murojaat qilishdan qo'rqmang, agar tuman darajasida masala hal bo'lmasa. Viloyat ijtimoiy himoya boshqarmasi, sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul tashkilotlar xalq qabulxonasi yoki tegishli elektron murojaat portallari orqali murojaat qilish mumkin. Lekin murojaat hissiyot bilan emas, hujjat bilan kuchli bo'ladi. Menga yordam bering deyishdan ko'ra, mana tibbiy xulosa, mana xarajatlar, mana oldingi rad javobi, mana qonuniy asos bo'yicha qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deyish ancha samarali. 8-qadam. Agar nogironligi bo'lgan inson ishlashni istasa, bandlik bo'limiga ham boring. Ko'pchilik buni unutadi. Nogironligi bo'lgan shaxs uchun moslashtirilgan ish o'rni, kasbga o'qitish, uyda ishlash imkoniyati, tadbirkorlik uchun yordam, ish beruvchiga subsidiya kabi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Bu nafaqat pul masalasi. Ish odamga o'zini kerakli his qilish, ijtimoiy aloqani saqlash, ruhiy tushkunlikdan chiqish imkonini beradi. 9-qadam, bolalar bo'yicha alohida harakat qiling. Agar farzandingizda nogironlik bo'lsa, faqat nafaqani kutib o'tirmang. Bog'cha, maktab, inklyuziv ta'lim, defektolog, logoped, psixolog, reabilitatsiya mashg'ulotlari.
maxsus vositalar bo'yicha so'rang. Bola vaqtida yordam olsa, keyingi hayoti butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. 3 yoshda berilgan yordamning natijasi bir xil emas. 10-qadam ma'lumotni doim yangilab boring. Qonunlar, qarorlar, nafaqa miqdorlari, kompensatsiya limitlari, xizmatlar tartibi o'zgarib turadi. Bugun sizga tegmagan yordam ertaga yangi mezon bilan tegishi mumkin. Shuning uchun mahalla, ijtimoiy xodim, rasmiy saytlar, ishonchli huquqiy kanallar orqali yangiliklarni kuzatib boring. Demak, 1 million so'mdan 6 million so'mgacha oshirilayotgan imkoniyatlarni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma uchun avtomatik 6 million so'm oylik to'lov degani emas. Bu nogironligi bo'lgan insonlarning real ehtiyojlariga yaqinlashish, reabilitatsiya va ijtimoiy yordam sifatini oshirish, oilalarning yukini kamaytirish yo'lidagi muhim qadamdir. Men sizga eng muhim narsani aytdim. Hujjatlarni tartibga keltiring, ehtiyojingizni aniq yozing, og'zaki javob bilan cheklanmang, rad javobini yozma oling. Kerak bo'lsa qayta murojaat qiling. Eng katta xato baribir bermaydi deb harakat qilmaslik. Huquq bor joyda hujjat, ariza va qat'iyat bo'lishi kerak. Agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda eng katta muammo nima? Nafaqa miqdorimi, hujjat yig'ishmi, tibbiy komissiyami, reabilitatsiya vositasimi yoki ishga joylashishmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning hayotini yengillashtirishi mumkin.